Ravokon testidagi 0,268-masalani C# yechamiz. Sichqon va mushuklar. Bu masalada ikkita mushuk va bitta sichqon beriladi va ularning koordinatasi beriladi. Har doim ham sichqon o'rtada bo'lavermaydi. Sichqon o'ng tomonda, chap tomonda bo'lishi mumkin. Xo'sh, qaysi mushuk birinchi bo'lib yetib kelishini topishimiz kerak. Bu yerda kirishda A, B, C sonlar beriladi. A va B bu birinchi va ikkinchi mushukning koordinatalari, C esa sichqonning koordinatasi. Mana bu ko'rinishda beriladi. Endi C# bitta qatorda bo'lgani uchun to'liq qatorni o'qib olamiz va split bilan bo'lib jadvalga yozamiz, massivga yozamiz. Bu satr tipida. Endi buni int tipiga o'girib olamiz. A, B, C'larga o'zlashtirib olamiz ana. Int parse bilan int tipiga o'girib. Endi birinchi mushukdan sichqongacha bo'lgan masofani topamiz. Ana -C va buni masofani absolyutga e'tibor bering. Absolyut qiymatini olyapmiz, modulni olyapmiz o'sha sondan va masofani beradi bu. Xuddi shunday ikkinchi mushukdan sichqongacha bo'lgan masofani topyapmiz. Buni BB ga yozyapmiz. Va agar o'sha masofalar teng bo'lsa, demak ikkala mushuk bir vaqtda yetib keladi va sichqon qochib qoladi. Agar AA kichik BB bo'lsa, ya'ni birinchi mushukdan sichqongacha bo'lgan masofa ikkinchi mushukdan sichqongacha bo'lgan masofadan kam bo'lsa, demak birinchi mushuk birinchi yetib keladi. Shunga birinchi mushuk tutib oladi deymiz. Aks holdachi? Aks holda ikkinchi mushuk tutib oladi deymiz. Va bu yerda natijani chiqaryapmiz. Mana accept bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.